Assalomu alaykum hammaga. Hozir qiziq voqea bo'ldi. Peshoboddan o'tayotgandim. Peshoboddan o'tdim. Shunda o'tib peshoboddan yurdim. Bir 2 metr nariroqqa bitta mashina to'xtadi. İchidan bolalar tushib, "Assalomu alaykum aka" deb quchoqlashib ko'rishyapti. Men hayronman, kim bular deyman. Ko'rinmay ketdi aka. Rosa gapirishyapti-da, men indamay kulib, "Ha, yaxshi. O'zi yaxshimisizlar, tuzingmisizlar" dedim. Xullas kimgadir o'xshatibdi-da ular meni. Hayotimda hech bo'lmagan narsa bo'ldi. Keyin bolalar rasmini ko'rsatdi, haqiqatdan menga o'xshar ekan-da. O'zim ham ishora ketdim o'zimligimgachi. Ular ham o'zimiz Andijondan ekan, Baliqchidan ekan. Ajoyib. Hozir umuman boshqacha bo'lib ketdi-da, rasmni ko'rib borib, ishim men bu yerda nima qilyapman deb. Voy biling, shunaqa holatlar ham bo'lar ekan. Xudoyimni karami kengda. Hech kutmadim.